Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'zingga nima qildi? Urushdim. Kim bilan? O'rtog'im bilan Nimaga? haqorat qildi. Nima dedi? Lafsiz dedi. Lafsiz dedi? Nimaga lafsiz deydi? Nima qilding? Dada, balkim ko'zimga dori qilarmiz. Nima bo'lganini keyin gaplasharmiz. Hozir gaplashamiz. Nima qilib lafsizlik qilding? Naushnikni yo'qotib qo'yib, bugun yenga olib beraman degandim. Olib berishing kerak edi. Hatto ko'zi ko'rmasa ham erkak bo'lishi mumkin. Lekin lafsiz erkak bo'lmaydi.